hozirgi kunda AQSh va O'zbekiston o'rtasida munosabatlar tarixiy darajada yuksak pog'onaga ko'tarilgan. Shuning uchun ham ko'plab amerikalik tadbirkorlar hozirda O'zbekistonda va O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan tadbirkorlari esa shu yerda, New Yorkda, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyurishgan. Bugungi mehmonimiz BNB Holding tavsifchilar kengashining raisi Mamatqulov Bekzod Akbarovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Otabek aka. Va alaykum assalom. AQShga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bu safar kelishingizdan asosiy maqsad Otabek aka, avvalambor Amerika Qo'shma Shtatlari tashrifidan ikkita asosiy maqsadimiz bor edi. Birinchidan, joriy yilda o'sha 5-dekabr kuni Vashingtonda o'tkazilgan FIFA rahnamoligida o'tkazilgan 2026-yil Amerika Qo'shma Shtatlari o'tkazilgan jahon chempionati musobaqalariga qur'a tashlash marosimida ishtirok etish. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta tadbirkorimiz kelgandan keyin unumli foydalangan holda hududdagi o'sha oxirgi 2 yildan burun biz bevosita bir qator Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kompaniyalar, korxonalar bilan muloqotlarda o'tkazyapmiz. Xususan Costco kompaniyasi bilan men o'ylaymanki, deyarli yakunlanib qoldi muloqotlarimiz. Shu keyingi yil eng katta asosiy maqsadlarimizdan biri yangi yil 2026-yilda o'zbek mahsulotlari, xususan BNB Holding mahsulotlarini Amerika bozorlariga, xususan bozorlarga yetkazib berish eng asosiy maqsad. Shu asosiy maqsadimiz. BNB Holding nihoyatda yirik kompaniya va nafaqatgina O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda bu kompaniyani yaxshi tanishadi. Bizni esa Amerikadagi ko'plab o'zbek tadbirkorlari ko'rib turishibdi. Shuning uchun agarda sizda mana shunday bir imkoniyat bo'lganda, o'zingizni Amerikadagi hamkasblaringizga, ya'ni aynan shu yerda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlarga murojaat qilishga, ularga nima degan bo'lardingiz? Mana shunday unikal imkoniyat sizda hozirda bor. Marhamat. Otabek aka, katta rahmat bu imkoniyat uchun. Albatta bilamizki, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab mamlakatimizni o'sha fuqarolari, xususan qora ko'zlarimiz uzoq yillardan burun kelib mana shu yerda o'rnashib, bevosita o'z o'rniga ega bo'lib, hurmatga ega bo'lib, nufuzga ega bo'lib, umuman tadbirkorlik turli jabhalarida qishloq xo'jaligi bo'ladimi, eksport, import bo'ladimi, logistika bo'ladimi, turli investitsion loyihalarni amalga oshirish bo'ladimi, yo'nalishlarda juda ham katta faoliyat olib borishyapti. Men o'ylaymanki, bugungi kunda mana shu imkoniyatlarni yana ham birlashtirgan holda mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga birgalikda, hamkorlikda xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Qandaydir fikrlar bo'lsa, takliflar bo'lsa, muloqotlar bo'lsa, biz doim tayyormiz. Amerika va O'zbekistonda muloqotlarda o'tkazib, aynan mana shu o'zaro ikki taraflama manfaatli bo'ladigan o'sha loyihalarda, tadbirkorlik yo'nalishlarida amalga oshirishga tayyormiz. Hurmatli AQShdagi tadbirkorlar, kerakli telefon raqamlarini men ushbu video tagida yozib qoldiraman. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkda hamda BNB Holdingda ko'rishganda. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.